Yangi mini komplekt naborimiz tayyor bo'ldi. Bu aksiya qo'yilgan naborlarimizdan ozgina o'zgartirish kiritdik. Hop, tanishtirib o'tadigan bo'lsak, 3 ta pichoq, bitta chopqisi bo'ladi. Chopqilarni ham ko'rsatib o'tamiz. Nejavika bo'ladi, soplari selli metal, tekstildan ishlangan bo'ladi. 3 xil razmerda ishlangan pichoqlari bo'ladi. Ularni hammasini ochib ko'rsatib beramiz mana. Qarang, qo'lni udobni juda ham ixcham ishlangan, nejavika umuman qoramiz aynab qolmaydi. Tag'ini uchidan sopini oxirigacha bir xil o'tilgan. Xo'p, bu pichoqlarimiz 3 xil razmerda ishlangan. Aytgan ismingizni yozdirib, dastlabki qilib bersa bo'ladi. Endi buni bitta kesishini ko'rsatib beramiz. Buni o'zingiz ishlatasizmi, ayollarga olib bersiz ham juda maza qilib ishlatishadi, xudo xolasa duo qilib. Mana umuman suvda qorayib aynab qolmaydi. Buni kesishini ham ko'rsatib beramiz. Umuman qoraymaydi. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Nalichida bor tayyor.